Homiladorlikda jig'ildon qaynashi sabablari va uni oldini olish choralari haqida tavsiya berib o'tib ketaman. Homiladorlikda qorinda bola hajmi kattalashgan sari oshqozonimizni tubini ko'tarib boshlaydi yuqoriga qarab. Qancha yuqoriga ko'tarilsa, qizilo'ngach bilan orasida bo'lgan sfinkteri ochiq bo'lib qoladi. Mana shu joy ochiq bo'lib qoladi. Shuni hisobiga oshqozonda bo'lgan xlorid kislotasi va oshqozon ichidagi sekret qizilo'ngachimizni ta'sirlab boshlaydi va homiladorlikni 2-trimestr oxiridan va 3-trimestrida to'liqligicha jig'ildon qaynashi kuzatilishi mumkin. Jig'ildon qaynashiga sitrus mevalar, o'sha kislotaligi baland bo'lgan mevalar, qora shokolad, kofe, shirinliklar, kislotali muhitga ega bo'lgan karamga o'xshash o'ta achchiq va sho'r ozuqalar jig'ildon qaynashiga olib keladi. Kimlardadir aynan bitta yegulikka nisbatan o'sha jig'ildon qaynash holatlari kuzatilishi mumkin. Aynan o'sha mahsulotni tanlab olib, ratsiondan chiqarish tavsiya etiladi. Bu yordam bermasa, oshqozon ichakda kislotalik pasaytiradigan oziq-ovqatlar bilan ratsionni boyitish tavsiya etiladi. Agar o'sha homiladorlik muddati katta bo'lgan holatlarda kimdirlar sabzi yeydi, kimdirlar kefir, qatiq ichadi, kimdirlar asalli choy ichadi. Bu degan mahsulotlar jig'ildon qaynashini bosmasa, dori vositalariga o'tish tavsiya etiladi. Dori vositalarimiz oshqozon ichak traktida kislotalikni pasaytiruvchi dori vositalari bo'lib, bular umuman organizmga so'rilmaydi, onaga va bolaga zararli ta'sirlar ko'rsatmaydi. Bu ma'lumotlar sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, saqlanib qilib qo'ying va obuna bo'lishni unutmang.